Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim Amerika Davlatlik Demokratiya Fondi jamiyatining 2025-yillik demokratiya mukofotiga erishgan. Amerika Davlatlik Demokratiya Fondi jamiyati, ya'ni NED, har yili dunyoning har qaysi joylarida demokratiya, kishilik huquq uchun ko'rinarli to'kib qo'shgan tashkilot va shaxslarni yillik demokratiya mukofoti bilan mukofotlaydigan bo'lib, Demokratiya Fondi jamiyatining bu yilgi mukofoti Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonimga va uning Uyg'urlarning huquq uchun qilgan xizmatiga berilgan. To present the 2025 Democracy Award to Roshan Abbas and the Campaign for Uyghurs. Bu mukofot Roshan Abbas xonimga Amerika Kengash palata a'zosi senator Mel Martinez tarafidan taqdim qilingan bo'lib, Amerika Demokratiya Fondi jamiyati bu vaqtda to'xtalib, mundaq deydi. Bu mukofot Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbasning jasoratli rahbarligini muayyanlashtirdi. Uning rahbarligi Xitoy Kommunistik partiyasining zo'r ko'lamda tutqun qilishi va bostirish sababidan vayron qilingan Uyg'ur xalqining ovozi bo'ldi. Uyg'urlarning huquqlari uchun Xitoy qarshi xalqaro kuch bo'lgan Roshan Abbas bizga shuni eskartdiki, zulmning ig'ir besimi ostida jasorat va vijdon yanada mavjud bo'lib turadi. It is my great honor to present Roshan Abbas' story, which is one of extraordinary courage, of a woman who has refused to let fear or distance silence her love for her family and her people. Roshan Abbas xonim bu mukofot topshirilish marosimida so'z qilib, mundaq degan: Uyg'urlar duch kelayotgani bo'lsa, millat sifatida qamash, majburiy emgak, majburiy tug'mas qilib etish, Uyg'ur ayollarini Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildirish va butun bir diniy e'tiqodni jinoyatlashtirish qatorliq aktiv irqiy qirg'inchilikdir. Xitoy hokimiyatining buning bilan to'xtab qolmay, muhojiratga faoliyatchi Uyg'urlarni tuqqanlarini jazolash orqali bostirmoqda. Hadam doktor Gulshan Abbas 7 yildan beri Xitoy turmisida. Yo'ldashim Abdulhakim Idrisning butun oilasi g'oyib bo'lgan. 24 tuqqani qamoqda. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda texnika orqali Uyg'ur nopusini, kimligini, e'tiqodini va millatimizni yo'qotishni nishon qilyapti. Roshan Abbas xonim yana Sharq Turkistondagi Xitoyning qirg'inchilik haqida to'xtalib, vatanimiz yangi bir diktator modelining sinoq maydoni bo'lib, Beijing buni dunyoga eksport qilmoqda. Shundaqla qirg'inchilikni oqlash bilan birga bu hokimiyat iqtisodiy va siyosiy kuch orqali dunyoni qo'rqitish, tahdid orqali javobgarlikni surishtirishni to'smoqda. Bu faqat Uyg'urlarning masalasi emas. Aksicha bu Xitoyning e'tiqodga qarshi urushi, erkinlik va demokratiyaga qarshi urushi, ayollar va bolalarga qarshi urushi va insoniyatga qarshi urushidir. Biz tarixning burilish nuqtasida turmoqdamiz. Bizning harakatimiz va tanlashimiz kelajagimizni, bolalarimiz va nevralarimizning kelgusini belgilaydi. Stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Roshan Abbas xonim bu vaqtda to'xtalib, mundaq deydi. NED'ninki 2025-yillik demokratiya mukofotining bir yüzü bizningki yillardan beri xalqimizning kulgusini kulib, yig'isini yig'lab o'tkazgan jafoliq kunlarimizga, irqiy qirg'inchilikning qurboniga aylanayotgan mazlum xalqimizningki ovozini dunyoda anglatish uchun sarf qilgan ajrlarimizga mansub bo'lgan bo'lsa, yana bir yuzi Xitoy mustabid hokimiyatining insoniyatga qarshi jinoyatlariga, zo'ravonlikchiliklarga, chegara qilgan bostirishlarga va dunyoninki demokratiyasi erkinligiga qarta shakllantirayotgan bu tahdidlarga qilcha bosh egmay kurash qilayotgan muhojiratdagi barliq fidokor Uyg'ur qarindoshlarimizga mansub. Shunga bu sharafni NED'ning bizga loyiq ko'rganligidan albatta xushal bo'ldim. Men bu mukofotni Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki dunyo tarafidan yana bir qadam ilgarilab e'tirof qilinishi, millat sifatida irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir xalqning ahu faryodininki dunyo tarafidan unutilmaganliklarining bir ifodasi
Xitoy mustabid hokimiyatining jinoyatlariga qarshi kurashning Amerikadek shundoq bir davlat tarafidan haqliq sanalganligininki va qimmatga erishganligininki bir isboti deb qarayman. Bu yilqi mukofot tarqitish marosimi dog'dug'liq o'tkazilgan bo'lib, marosimga Demokratiya fondining aloqador rahbarlari, Amerika parlament a'zolari, taratqular va Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi Dr. Rishad Abbos va xonimi, qurultayning oliy maslahatchisi Ömer Qanat va xonimi, Dunyo Uyg'ur qurultayi tantarbiya komitetining mudiri Dilshod Barishchi, qurultayning bayonotchisi Elshad Hasan, Uyg'ur harakati tashkilotining muavin raisi Dilmurod Sulaymon, bosh kotibi Kamal Turk Yalqun, Uyg'ur tadqiqot institutining direktori Abdulhakim Idris, Oqsaroyda xizmat qilgan Elnigar Iltabir, Amerika Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Alfidar Iltabir, doktor Gulshan Abbosning qizi Siba Murad, Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining sobiq mas'uli Olim Seyitov va Roshan Abbos xonimning do'stlari qatnashgan bo'lib, stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi Dr. Rishad Abbos apandimmi bu mukofotning ahamiyati va mazkur mukofotning Dunyo Uyg'ur qurultayi boshchiligida Sharq Turkiston davosining oldingi sepida xizmat qilayotgan barliq Uyg'urlarga berilgan mukofot ekanligini, Roshan Abbos xonimning Amerikadagi 36 yillik hayotida o'zini Sharq Turkiston davosiga beg'ishlaganligi haqida to'xtalib, uni tabriklab mundaq deydi. Bu qatimqi Amerika Davlatlik Demokratiyani ilgari surish idorasining singlim Roshan Abbosga taqdim qilgan Demokratiya mukofoti hammamizni faxrlantirdi. Men Uyg'ur Akademiyasining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi bo'lish suhbatim bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Dunyo Uyg'ur qurultayi uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashid, Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining moliya mas'uli Abdujalla Ahmadlar 5 noyabr kuni Germaniyaning Myunxendagi turk tashkilotlari harakatining taklifi bilan Natsist Germaniyasi davridagi Dachau jazo lageriga Turkiston jug'rafiyasidan tutib kelinib, qirg'in qilingan qarindoshlarni aslash va bugungi kunda Sharq Turkistonda ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilish uchun ilib berilgan faoliyatga qatnashgan. Dachau jazo lagerida Natsist Germaniyasi tarafidan qirg'inchilikda qurbon bo'lganlar ichida Qozog'istonlik Uyg'ur ushqichi Talib Barat va Amantay Mehmet ismli ikki Uyg'urni o'z ichiga olgan Uyg'urlardan ikki qurbonning ismi bo'lib, mazkur faoliyatda ayni vaqtda Dachau jazo lagerida qurbon bo'lgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarni aslash uchun Turkiya va Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan qurbon bo'lgan qarindoshlarning ismi yozilgan bir lavha Dachau jazo lageri muzeyiga esilgan. Bugün bir kelishimizga alayhisan bo'lsa, bizni shu Myunxendagi Türk tashkilotlari initsiyativi tashkilotidan Dunyo Uyg'ur qurultayi alayda taklif bilan Uyg'ur ko'rganlik bu shu Dachau jazo lagerininki muzeyxonasi ko'rganlarda Turkiya va Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan ve şu Dachau jazo lagerida Yahudilardan sirtmi hammalarning xabar olgandek urushda asirga tushgan nurg'unlagan asirlarmi bu yerda o'ldirilgan yoki mushu lagerlarda yotgan shularning ichida bir necha o'lgan Uyg'urlarmi bor ve boshqa Turkiy millatlarmi ham bor. Shularningki hurmatiga asligan tariqada bu nima degan bir isilgan bo'ldi. Undan sirt yana mayada ko'ngillardek har qaysi davlatlardagi shaxslarningki mushu lagerlar vafot bo'lgan, mushu lagerlarda o'ldirilgan shaxslar ismi yozilib, bu yerda bo'lsa shu davrdagi sobiq Sovet ittifoqininki mishada urush asiri bo'lib turib, ağır vaqtlarda öldürülgen askerlerin isimleri yazılıb. Bu yerda ikki Uyg'ur ismi bor. Baratov Talib bilan Amantayev Mahmud, yani Muhammed Amantayev bilan Talib Barat ikki Uyg'urma mishada qurbon bo'lgan Uyg'urlar birisi. Bular faqat kelib geldiler. Bundan sırf olan yana şu München Türk teşkilatları inisiyatifinin reisi Eyüp Efendi olsa bu yerda Uyg'urlar sırt yana Qozaq, Qirg'iz, Boshqurt, Türk qatorliq millatlarning bağlığını ve bu yerda gaylarninki o'qitib o'ldirilgan bo'lsa, gaylarninki gaz hujumlariga aytilib zaharlanib o'ldirilganligini ve
az bir qism taleylik insanlarning bo'lsa bu yerda tutulib chiqqandan keyin bu o'z xotiralarida bu narsalar eslatganligini bayon etdi. Bugungi bu faoliyatimizga kep qatnashib hozir buni rasmiy shaklda muzey xonqoga sungan bo'ldi. Bundan keyingi kelgan qarindoshlarimizni Dachau jazo lageri kelgan chog'da mushu muzeyga kirgan vaqtda bizningki vatanimizning bayrog'ining mushabbisi bo'lganligini ko'radi. Hammalar rahmat. Bu faoliyatni tashkillovchi Türk tashkilotlari harakatining raisi Ayub Tangriverdi Dachau jazo lagerida qilgan so'zida Dachau jazo lagerida ayni vaqtda faqatla Yahudilar emas, balki 2-Dunyo urushida sobiq Sovet ittifoqi va dunyoning har qaysi joylaridan tutib kelingan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va turklarning borlig'ini, shundaqla bugungi kundami bu xil jazo lagerining mavjudligini, Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urning Xitoyning jazo lagerida Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining qurboni bo'layotganligini ta'kidlab, tarixning bugunmi ham takrorlanayotganligini va Uyg'ur xalqi duch kelayotgan bu qirg'inchilikni to'xtatishning butun insoniyat dunyosining vazifasi ekanligini ta'kidlab, insoniyatni bu nomusli tarixni unutmaslik chaqiriq qilgan. Bu faoliyatga qurultay hay'atidan boshqa Germaniyadagi turk tashkilotlari mas'ullari, Qozoq, Qirg'iz, Boshqurt qatorliq millatlarning vakillari va Germaniyadagi bir qism kishilik huquq faoliyatchilari qatnashgan. Doğu Türkistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan, Başkurtistan ve Kırım gibi Türk dünyasının farklı coğrafyalarından getirilen esirler burada işkenceye, açlığa ve ölüme mahkum edilmiştir. Dachau jazo lageri urushdan burungi Germaniyada tunji qurilgan jazo lageri bo'lib, ayni vaqtda bu lagerga 5000 odam qamalgan. Butun Germaniyada bir vaqtda lagerga solinganlarning umumiy soni 79000 atrofida va 2-Dunyo urushi mezgilida natsistlarning Yevropa miqyosida qurgan jazo lagerlarining soni Germaniya hukumat hujjatlarida 1200 deb xotirlangan bo'lib, mutaxassislarning qarashicha bugungi kunda vatanimiz Sharq Turkistondagi Xitoyning atalmish tarbiyalash markazi nomida ochilgan jazo lagerlari, atalmish avtonom rayonlik turma boshqarish idorasi qarashli turmalar va shundaqla Xitoyning tajovuzchilik va qirg'inchilik mashinasi bo'lgan Bengtuanga qarashli turma va jazo lagerlari natsist Germaniyasining 2-Dunyo urushi mezgilida Yevropa qit'asida qurgan lagerlardan 3 ko'pligi va ko'lamining cho'nligi kishini cho'chitadi ekan. Ayni vaqtda Dachau jazo lagerlariga qamalganlarning ichida Yahudilardan boshqa Germaniyaga qarshi deb qaralgan nurg'un boshqa millat kishilari bo'lib, eng ko'p ziyonkashlik uchirganlar Yahudilardan boshqa yana chexlar va polaklar bo'lgan. Holokost muzeyining mo'lchari bo'yicha natsist Germaniyasi 12 yil ichida jazo lagerlariga qamalganlarning umumiy soni Germaniyadan Rossiyaga so'zilgan Yevropa zaminida 15 milliondan 20 milliongacha deb qaraldigan bo'lib, buning ichida ayni vaqtdagi sobiq Sovet ittifoqi tavasidagi Turkiy millatlardan nurg'un kishi bu jazo lagerlariga qamalgan yoki bu lagerlarda qurbon bo'lgan. Ana shulardan biri Uyg'ur ushqichi Talib Barat bo'lib, bu haqda ataqliq Uyg'ur tarixiy tadqiqotchisi doktor Nabijon Tursun apandi maxsus to'xtalib, Talib Baratning oilasining hilimi ham Qozog'istonning Olmaotada ekanligini va ayni vaqtda Olmaotaga berib, o'zining Talib Baratning oilasi bilan ko'rishganligini, shundaqla 2024-yili Myunxenda o'tkazilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining 20 yillik xotira to'yi mezgilida o'zining Dachau jazo lageriga berib, bu yerni ziyorat qilganligini va muzey mas'ullariga o'zining Talib Baratning oilasi haqida uchurlarni yetkazib, uning Uyg'ur ushqichi ekanligini muayyanlashtirganligini bildirgan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatini davomlashtirib, Uyg'urlarning yerlarini tortib olib, Xitoy o'lkalariga surgun qilib, Xitoy oqqonlarini bo'lsa yuqori ta'minot, uy va Uyg'urlardan tortib olingan yerlar bilan Sharq Turkistonga ko'chib kelishga jalb qilmoqda. Xitoyning zuvoni bo'lgan Tangirtog' to'rida Xitoyning Xunan o'lkasidagi kasbiy o'rinlarning Turpandagi atalmish oz-sonliq millatdan bo'lgan oliy maktabni bitkizgan ishga o'rinlashtirilmaganlarni qabul qilishda 100 turan imtihon olganligini, shundaqla Shandong, Guizhou, Lanzhou qatorliq o'lkalardagi o'qish bitirish oldidagi Xitoy o'quvchilarini Sharq Turkistonga kelib ishga o'rinlashishga taklif qilinganligi, buningga 10 minglagan Xitoyning aktivlik bilan tizimlatganligi xabar qilingan. Xitoy tashviqot vositalari buni atalmish Xinjiangga yordam berish, Kompartiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini umumyuzlik izchillashtirish, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash qatorliq davlat terrorligining siyosiy iboralari bilan bog'lab tushundirib,
Bu hareketlardaki maqsadining Sharq Turkiston xalqi bilan Xitoy o'lkalaridagi millatlarning sing'ishi, orilishishi, yo'g'irilishiga turtki bo'lishni ilgari surish ekanligini ta'kidlagan bo'lib, bu Xitoyning irqiy qirg'inchilik va majburiy assimilyatsiya siyosatidan iborat bo'lib, Xitoy hukumati Uyg'urlarni 5-chi emgak kuchi nomida Xitoy o'lkalariga majburiy o'tkazish orqali Sharq Turkistonda Uyg'urlarning nopusini azaytish, Uyg'urlarni tarqoqlashtirib assimilyatsiya qilish, Xitoy oqqullarini haqsiz uy, haqsiz yer, yuqori maoshli xizmat, boj kechirim qilish, alohida e'tibor berish va alohida ta'minotlar bilan Sharq Turkistonga yerlashtirib, Sharq Turkistonning nopus tangpongliqini buzish va mangulik yutib olishdek qora niyatini davom qildirmoqda. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.